aytdi, mana erim arazlayapti. Lekin aslida u erkak to'g'ri qilyapti. Qaysidir holatlarda. Chunki ayolni o'ziga kelib olishi uchun, balansni to'g'ri kelishi uchun unga vaziyat beryapti. Qachonki ayol u holatdan o'ylab to'g'ri xulosa chiqarsa, u oila yana ham yarashib zo'r bo'lib ketadi. Biz nima qilamiz? Erim arazladi. Ayol kishi birinchi ulardan savol javob bo'lishini kutadi yoki ayol o'zicha bosh egmaydi. To'g'rimi? Bunaqa holatlarda ayolni ichki holatini ishlash kerak bo'ladi. Sizni turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlarda qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, siz nimadanligini aniqlay olmasangiz, yo yashab ketisha olmaydi yoki ajrashisha olmaydi. Shunaqa savol bo'ldi mana bugungi darsda ham. Men ajrim arafasida turibman. Bitta dars o'zida, darsi oxiriga borayotganda tushunib yetdilar. Nega men bu gapni aytdim? Aslida men ajrashish niyatim yo'q ekan deyaptilar. Inson o'zi tushunmagan holatda og'ziga kelgan gapni gapiradi. Noto'g'ri niyat qilib qo'yadi. Buning uchun ham ilm olish kerak. Komolaxon, biza inshaalloh 5-may kunidan offlayn darslarni boshlaganmiz. Probnik darslarimiz bo'lib o'tdi. Agar qiziqqan ayollar uchun